الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Har tong ufqdan quyosh bosh ko'tarmay zaminimizda azon ovozi yangraydi. U yangraganda qalblarga taskin, ruhiyatga orom va xonadonlarga xotirjamlik kirib boradi. Azon ovozi yurtda tinchlik va omonlik borligini ifoda etadi. Ramazonning har bir kuni azon sadolari bilan yanada fayzli o'tdi. Barokat va rahmatga to'la muborak Ramazon oyi ham ortda qoldi. Bu shukuhli kunlarda yurtdoshlarimiz ezgulikda yanada faol bo'ldilar. Kimdir ko'proq yaxshiliklarga ulgurdi, kimdir saxovat va muruvvatga bel bog'ladi. Yana kimdir el yurt manfaati yo'lida sidqi dildan xizmat qildi. Masjidlarimiz esa xatmi Qur'on, duo va zikrlar bilan yanada nurlandi. Ma'naviy ma'rifiy suhbatlar insonlarni yaxshilikka, mehr-oqibat va hamjihatlikka chorladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh, muhtaram yurtdoshlar. Ramazon ezgulik, sabr-toqat, saxovat oyidir. Mana shunday fayzli oyda yurtimizda amalga oshirilgan xayrli ishlar, ma'rifiy tadbirlar, xayr ihsonlarni bir filmda jamlash albatta mushkul. Shunday bo'lsa-da, biz sizga to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Jumladan, O'zbekiston musulmonlari idorasi, Toshkent shahar vakilligi hamda Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov rahbarliklarida Ramazon oyida bir qator xayrli ishlar amalga oshirildi. Keling, mana shu xayrli faoliyatni siz azizlar bilan birma-bir eslab o'tamiz. Muqaddas Ramazon oyi xalqimiz uchun o'zaro mehr-muruvvat, saxovat va birdamlik ramziga aylandi. Bu yilgi muborak oyning mazmun mohiyatini yuksaltirishda davlatimiz rahbarining alohida e'tibori va g'amxo'rligi dasturul amal bo'ldi. Muhtaram Prezidentimizning muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarori respublika bo'ylab ma'naviy va xayriya tadbirlarining tizimli tashkil etilishiga asos bo'ldi. Ushbu hujjat xalqimizning asriy qadriyatlarini e'zozlash va islom dinining insonparvarlik g'oyalarini keng targ'ib qilish yo'lidagi muhim qadam bo'ldi. Ayniqsa davlat rahbarining shaxsiy tashabbusi bilan Ramazon oyi arafasida Vaqf xayriya jamoat fondiga 750 milliard so'm hamda Ijtimoiy himoya milliy agentligi orqali 300 milliard so'm mablag' ajratilishi davlatlar tarixida misli ko'rilmagan muruvvat namunasi bo'ldi. Prezidentning ushbu tarixiy qarori zamirida buyuk muhaddis Imom Buxoriy rivoyat qilgan amallar niyatlarga qarab e'tiborlidir degan muborak hadisi sharifdagi xolis va sof niyatlarning ulug' hikmati mujassamdir. Xalq manfaati yo'lidagi bu g'amxo'rlik tufayli minglab oilalarning mushkuli oson bo'lib, millionlab dillar quvonchga to'lishi, qancha nogironligi, kasalligi bor kishilarning davolanish va jarrohlik amaliyoti xarajati qoplab berilishi, muhtoj ko'ngillarga quvonch, yurtga fayzu baraka olib keladi. Shuningdek, inson qadri uchun tamoyilning amaliy ifodasi sifatida yuzlab oilalar xonadoniga quvonch, dasturxoniga baraka olib kirildi. Shuningdek, O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari hamda din ishlari bo'yicha qo'mita raisi rahbarliklarida Ramazon oyi yuksak saviyada va ko'tarinki ruhda o'tkazilganini alohida e'tirof etish joiz. Toshkent shahar vakilligi ushbu xayrli tashabbuslar doirasida ehtiyojmandlarga mehr ulashish va Ramazon fayzini har bir ko'ngilga yetkazishni o'z oldiga bosh maqsad qilib qo'ydi. Har yili oylar sultoni Ramazon sharifni intiqlik bilan kutamiz. Bu oy arafasida qalblarimizni poklaganimiz singari masjidlar, ko'chalar, xonadonlarimizni saranjom sarishta qilishga alohida e'tibor qaratamiz. Poytaxtimizdagi barcha masjidlarda mana shunday Ramazon sharifga tayyorgarlik ko'rish maqsadida hasharlar uyushtirildi.
Masjid ma'muriyati namozxonlar birgalashib, xonaqohlar, jomelar, hovlilarni tozalab, saranjom sarishta qildilar. Tahoratxonalar, mo'min musulmonlar poklanishlari, ibodatlarni bekamu ko'z ado etishlari uchun obdon poklandi. Muborak oy tashrifi uchun qizg'in tayyorgarlik ko'rildi. Shu yil 17 fevral kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari boshchiligida Ramazon oyini munosib kutib olish va yuqori saviyada o'tkazish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda diniy idora rahbariyati, din ishlari bo'yicha qo'mita vakillari, bosh imom xatiblar, masjidlar imom xatiblari, otinoyilar hamda ta'lim muassasalari pedagoglari ishtirok etdi. Yurtimizda Ramazon har yilgidan ko'ra ko'tarinki ruhda boshlandi. Muhtaram prezidentimizning Ramazonni munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarorlarida Ramazon mehr muruvvat, ahillik va shukronalik oyi shiori ostida kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bor shaxslar, yolg'iz keksalar, boquvchisini yo'qotgan fuqarolarga ham moddiy, ham ma'naviy ko'mak berish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirish belgilandi. Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov Ramazonning birinchi kuni poytaxtimizning Yunusobod tumani Iftixor ko'chasi 16-tor ko'cha 15-uyga tashrif buyurdilar. Bu xonadonda farzandlari, nabiralar bilan birga yashovchi keksa yoshli onaxon holidan xabar olib, iftorlik dasturxoni uchun zarur oziq-ovqat mahsulotlari, shirinliklar hadya qildilar. Bosh imom xatib shu uyda xonadon ahillari bilan birga iftorlik qildilar. Samimiy suhbat davraga o'zgacha fayz bag'ishladi. Ramazon birinchi oy kunlarida, rahmat oylarida meni eshigimga kelgan Toshkent shahar bosh imomi kelib bizani xursand qildilar. Ko'nglarim juda ham ko'tarildi. Bizani xonadonimizda kelib iftorlik qilib, duoyi fotihalar qildilar. Navbatdagi saxovat manzili Shayxontohur tumani bo'ldi. Toshkent shahar bosh imom xatibi eski Jara Ariq mahallasi Ko'ksaroy ko'chasida yashovchi jismoniy imkoniyati cheklangan yurtdoshlarimiz holidan xabar oldilar. Xonadon ahillariga iftorlik uchun zarur oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berildi. Bosh imom xonadon a'zolari bilan birga iftorlik dasturxoni atrofida o'tirib, ular bilan dildan suhbatlashdilar. Xonadon egalari ko'rsatilgan bu muruvvatdan ko'ngillari tog'dek ko'tarilib, shu xayrli ishlarning boshida turgan muhtaram prezidentimizning, muftiy hazratlarining va barcha rahbarlarning haqlariga duolar qildilar. Bugun mana shunday ahli ilm ulamolarni xonadonlarga kirib, ulardan ko'ngil so'rab, ular bilan bir dasturxon atrofida o'tirishlari, hattoki ularni o'zlarining og'izlaridan eshitilgan gap bizni hayolimizga kelmagan. Bizni mana shunday uyimizga ham ahli ilm ulamolar keladimi deb o'ylamaganmiz ham. Maqsad o'rtadagi tafovutni muvofiqlashtirib, insoniy munosabatlar har bir insonni xonadonida Ramazon kuni, rahmat oyi, mag'firat oyi, xayr saxovat oyida hamma barobar xursandchilik qilishga haqli ekanligini bilish qiyin emas. Bu Ramazon oylarimiz bilan ko'tarib kutib oldik. Bugun xonadonimizga Toshkent shahar bosh imom xatibi tashrif buyurdilar. Birgalikda iftorlik qildik mana. Ko'nglimiz ko'tarildi. Rahmat hammalarga, baraka topinglar. Ramazonning shukuhli kunlarida Chilonzor tumanidagi Do'mbirobod mahalla fuqarolar yig'ini Orzu ko'chasida istiqomat qiluvchi yana bir yurtdoshimiz oilasida fayzli iftorlik dasturxoni yozildi. Mazkur xonadonga Toshkent shahar bosh imom xatibi tashrif buyurdilar. Ular xonadon egalari bilan dildan suhbat qurib, hollaridan xabar oldilar. Bugun bizni xonadonimizga Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla tashrif buyurib iftorlikka kelganlar. Biza juda bag'ir xursand biza. Oldinlari bunaqa emas edi. Hozir mana yurtboshimiz boshchiligida xalqdan xabar olib yordam qilishyapti. Bosh imom kelib o'zlari bizga iftorlik uyushtirib berib, hamma hojatini chiqaryaptilar. Biza minnatdor biza. Ramazon chinakam ezgulik, saxovat, mehr muruvvat ayyomiga aylanib ketdi. 3 ta farzandi bor ayolga 3 xonali xonadon topshirilgani oilaga cheksiz quvonch ulashdi. Har doim nima deb niyat qilarding? Har doim uyni so'rardi. Nima deb so'rarding? Bizam tezroq uy olaylik. Shunaqa duo qilarmiding, niyat qilarmiding? Necha yil so'ragansiz? 4 yil. 4 yil so'radingiz. Demak, inson yaxshi niyat qilsa, so'rasa Alloh berar ekan.
bolam, yangi uylar sizga ham muborak bo'lsin. 8-mart kuni Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov Ittifoq jome masjidi imomi Akmaljon domla Abdullayev bilan birga 3 farzandi bilan uysiz qolgan bir ayolga hujjatlari rasmiylashtirilgan holda 3 xonali xonadon kalitini topshirdilar. Homiylar ko'magida amalga oshirilgan ushbu xayrli ish tufayli muborak oyda yana bir oila uyli bo'ldi. Kalitni topshirish asnosida muhtaram yurtboshimizning imom xatiblarga berayotgan shijoatlari, bildirayotgan ishonchlari eslab o'tildi hamda muftiy hazratlarining salomlari yetkazildi. Xonadon ahllarining ko'zlaridagi quvonch, shodlikni ko'rib, savob va xayrli ishlar yurtdoshlarimizning hamjihatligini yanada mustahkamlayotganini ko'rish mumkin. Bugun bizni hamkasbimiz Ittifoq jome masjidining imom xatiblari Akmaljon domla ham shunday xayrli ishda barcha imom xatiblarni jamoasiga bitta katta xursandchilik ulashdilarki, ya'ni bir mana shunday mehrga, muruvvatga muhtoj bo'lgan aziz oila sohibasi va u kishining farzandlariga xonadonni hadya qilishga Alloh taolo muvaffaq qildi. Alloh taolo duo qildik, xonadon ahllariga xonadonlarni yangi ta'mirdan chiqarilib, xarid qilib o'zlarini nomlariga rasmiylashtirib olib bergan xonadonlarni Alloh muborak qilsin. Bugun mana shu kabi ishlarimizni bugun imom xatiblarimiz juda ko'plarini amalga oshiryaptilar. Biz hamkasblarimiz bilan bugun yana bir bor faxrlandik. Bugun bizga eng juda katta hadya shu xonadonni hadya qilishdi. Avvalambor shu oilam bilan onam, singlim, ukam nomidan va o'zim nomimdan juda bir katta minnatdorchilik bildiraman. Alloh rozi bo'lsin hammadan. Shu kimniki hissalar qo'shilgan bo'lsa hammasi uchun duo qildik. Hammaga rahmat deb qolaman. Kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan, ehtiyojmand oilalar, keksa kishilar, bemorlarning holidan xabar olish jahon tajribasida noyob hodisadir. Yurtimizda shu kabi saxovat tadbirlari ko'plab xonadonlarga quvonch ulashilishiga sabab bo'lmoqda. Olmazor tumanidagi Islomobod jome masjidi imom xatibi va mahalla raisi tomonidan xonadonlardagi ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida navbatdagi xayriya tadbiri amalga oshirildi. Ushbu tashrifda Toshkent shahar bosh imom xatibi o'rinbosari Abdulloh domla Yo'ldoshev ishtirok etib, Olmazor tumani Sag'bon ko'chasida istiqomat qiluvchi kam ta'minlangan yurtdoshlarimiz xonadoniga tashrif buyurildi. Hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan mamlakatimizda inson qadri uchun tamoyili asosida olib borayotgan xayrlik ishlarni biz bugun yurtimizdagi bir kichkinagina jabhasida amalga oshiryapmiz. Mana bugungi kunda birga iftorlik qilib xonadonlarda ularni bir xasta ko'ngillarga xushnuddliklar, xursandchiliklar ulashilinyapti. Bugun masjidimiz imomi Abdulloh akamiz tashrif buyurdilar mahallamiz faollari bilan. Yani prezidentimiz tashakkurlarni etib rahmat aytamiz. Oilaviy hammamiz xursand bo'ldik. Muhtaram prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan inson qadri uchun g'oyasi bugun har bir xonadonga yorug'lik olib kirmoqda. Ana shunday xayrli tashabbus doirasida Yunusobod tumanidagi Abdurahmon jome mahallasiga Toshkent shahar bosh imom xatibi o'rinbosari Ergashali domla Rustamov tashrif buyurdilar hamda mazkur mahallada yashovchi taqdirning og'ir sinovlariga uchragan onaxonning holidan xabar olinib, u kishiga yurtboshimizning maxsus ajratilgan moddiy yordam mablag'lari yetkazildi. Bu kabi e'tibordan ko'ngli ko'tarilgan onaxon sinovli kunlarda yolg'iz emasligini his qilib, ko'rsatilgan g'amxo'rlik uchun davlatimiz rahbariga o'z minnatdorchiligini bildirdi va yurtimizga omonlik tilab duo qildilar. Mana niyatimga yetkazdi. Xayolimdan, ko'nglimdan o'tgan iftorlik qilaman dedim. Kichkina bo'lsa ham qurbim yetgancha mahalladan 3-4 ta odam chaqirib qilaman desam, mahallam o'zi iftorlik qilib berdi. Xursand bo'lib o'tiraman hozir shular bilan. Sizlarga ham hammalarga rahmat, prezidentimizga ham rahmat,
tan jonlari sog' bo'lsin hamisha. Inson qadri uchun shiori asosida ijtimoiy himoyaga muhtoj, keksa va ko'makka ehtiyojmand insonlarni yo'qlash xayrli an'anaga aylandi. Ushbu tashabbuslarning davomi sifatida Ramazonning muborak kunlarida Toshkent shahrida faoliyat olib borayotgan barcha imom xatiblar faol xizmat qildilar desak, shubhasiz o'rinli bo'ladi. Xayrli tashabbusning navbatdagi manzillari o'laroq shahrimizning barcha tumanlaridagi xonadonlarga tashriflar uyushtirildi. Mazkur yo'qlov tadbirlarida shahrimiz imom xatiblari, mahalla raislari va faollar bilan birgalikda ishtirok etdilar. Ushbu muborak oyda tashkil etilgan yana bir muhim yangilikni sizlarga eslatamiz. Amalga oshirilgan ishlarning go'zal in'ikosi va sarhisobi sifatida maxsus ishchi guruh shtabi tashkil etildi va muazzam Ramazon albomi yaratildi. G'animat damlar, duolar mustajob bo'ladigan muborak Ramazon oyi yurtimizda o'zgacha shukuh va yuksak tayyorgarlik bilan o'tdi. Bu yil Toshkent shahar vakilligi tomonidan tashkil etilgan maxsus ishchi shtabi bir oy davomida har bir kunning fayzini, har bir xayrli amalning tartibini tarixga muhrlab bordi. Shtab orqali ushbu muazzam oyning har bir lahzasi, qilingan har bir ezgu ish va saxovat tadbirlari bitta ulkan ma'naviy albomga jamlandi. Bu albom shunchaki suratlar to'plami emas, bu Ramazon oyi davomida qilingan mehnatlarning, ulamolarning ilmiy suhbatlari, ehtiyojmandlarga ko'rsatilgan beminnat yordamlar va xalqimizning minnatdorlik duolari muhrlangan yilnomadir. Ushbu albomning har bir sahifasi Toshkent shahar vakilligining o'tgan Ramazon oyidagi mashaqqatli ammo sharafli yo'llarini eslatib turadi. Joriy yilning Ramazon oyida Toshkent shahrida Ramazonni munosib tashkil etish, aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash hamda xayriya tadbirlarini tizimli amalga oshirish maqsadida Toshkent shahar bosh imom xatibi hamda shahrimiz imom xatiblari homiylarni jalb etgan holda aniq chora-tadbirlarni amalga oshirdilar. Jumladan, kam ta'minlangan va ijtimoiy ko'makka muhtoj 2000 dan ziyod oila bilan iftorlik qilingan bo'lsa, 3000 dan ziyod oilaga moddiy ko'maklar ulashildi. Toshkent shahar bosh imom xatibi hamda shahrimiz imomlari mazkur Ramazon oyining o'zida jami 3,5 milliard so'm miqdorga teng bo'lgan turli ko'rinishdagi moddiy yordamlarni o'z egalariga topshirdilar. Ramazonni munosib tashkil etish bo'yicha ommaviy axborot vositalaridagi chiqishlar bo'yicha 280 ta teledastur, 74 ta radio eshittirish, ijtimoiy tarmoqlarda 474 ta chiqishlar amalga oshirildi. Shuningdek, Ramazon oyining o'zida ma'naviy, ma'rifiy tadbirlar soni 1000 dan ziyod bo'lgan bo'lsa, mazkur tadbirlarda 22 mingdan ziyod fuqarolar ishtirok etdilar. Bu yilgi Ramazon oyi chin ma'noda obodlik va bunyodkorlik fasliga aylandi. Mana shunday Ramazon oyida mo'min musulmonlar uchun qo'shaloq bayram bo'ldi desak, yanglishmaymiz. Sababi ikki ko'rkam masjid musulmonlar uchun foydalanishga topshirildi. Xususan, Ramazon oyi arafasida Bektemir tumanidagi Abduqodir ota masjidi o'zgacha ko'rk bilan qad rostlab, namozxonlar uchun o'z eshiklarini keng ochdi. Bu ezgu ishlarning davomi sifatida aynan Ramazon oyida Mirzo Ulug'bek tumanidagi Mulla Xolmirzo ota masjidi ham tubdan qayta ta'mirlanib, zamonaviy va muazzam qiyofada foydalanishga topshirildi. Ushbu ma'rifat maskanlarining ochilish marosimlarida Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov ishtirok etib, jamoat bilan birgalikda xayrli duolar qildilar. Yangi masjidlarning har bir g'ishtida xalqimizning birdamligi, saxovatpesha insonlarning mehri va dinimizga bo'lgan yuksak ehtiromi mujassam. Bugun ushbu masjidlarning baland minoralaridan yangrayotgan azon sadolari mahallalarimizga fayz, qalblarimizga sokinlik ulashmoqda. Zero, masjidlar obodligi, yurt obodligi, ko'ngillar shodligidir. Muhtaram Prezidentimizning Ramazon mehr muruvvat, ahillik va shukronalik oyi g'oyalari asosida bu muborak oyda hech kim mehr e'tibordan chetda qolmadi. Jumladan
respublikamizda barcha diniy soha xodimlari, imom xatiblar, noibi imomlar, otinoylar, muazzinlar, farroshlardan tortib qorovullargacha Ramazonda 30 kun davomida xatmga o'tgan qorilar hamda faxriy imom xatiblarimizga ham prezidentimizning hadyalari yetkazildi. Shunday bir davrlar bo'lgan, u davrni sizlar doimiy ishtirokchisi, guvohi bo'lib, dinni mana shunday cho'g'ni qo'lda ushlagandek dinni ushlashga harakat qilib, fidokorona xizmatlar bo'lgan. Mana shu xizmatlar bugun mana shunday omon kunlarga, dorug' kunlarga kelib, ulamolar e'tirof etilyapti. 6-mart kuni Toshkent shahridagi Shayx Zayniddin jome masjidi majlislar zalida ko'p yillar imom xatib bo'lib ishlagan, diniy soha ravnaqiga munosib hissa qo'shgan har bir faxriy imomga davlatimiz rahbarining sovg'alari, ya'ni 10 million so'm pul mukofotlari topshirildi. Tadbirda Toshkent shahar bosh imom xatibi Vaqf xayriya jamoat fondi vakillari bilan omonatlarni o'z egalariga yetkazdilar. Prezidentimizning mukofotlarini olgan faxriy imomlar yurtboshimiz haqlariga, yurtimiz, elimiz fayzu barakaga to'lishini tilab, xayrli duolar qilishdi. Bu jarayonga sababchi bo'lib turgan mana yurtboshimiz, muhtaram prezidentimizning xizmatlari juda katta, o'zing shohid bo'lib turibsan. Mana shu jarayon davom etsin. Mana bu yerda muftiy hazratlari kechasi kunduzi yurtimizdagi musulmonlarning g'am tashvishini yeb, ularga qanday qilsak yaxshi sharoitlar bo'ladi deb xizmat qilyaptilar. Ilohim Parvardigor muhtaram prezidentimizni umrlariga, rizqlariga baraka bergin. Ishlarini doimo o'ngidan keltirgin. Barcha ezgu amallarini, ezgu niyatlarini ro'yobga chiqishini o'zing nasib etgin. Barcha ezgu amallarini, ezgu niyatlarini ro'yobga chiqishini o'zing nasib etgin. Onalar jamiyat ko'zgusi, xonadon chirog'i, kelajak avlodning tarbiyachisidirlar. Ayniqsa diniy ma'rifiy sohada xizmat qilib, xalq orasida ma'rifat ulashayotgan ayollar hamda otinoylar hamisha e'zoz va ehtiromga munosibdirlar. Aziz onajonlar, opa-singillar, bugungi e'tibor, e'zoz, ehtiromga eng loyiq zotlar deb atalmish bugungi uchrashuvda sizlarni yana bir bor ko'rib turganligimizdan bag'oyat mamnunmiz. Sizlarga taqdim qilinadigan arzimas hadiyalarimizni qabul qilib olasizlar. Hadiyaning katta kichigi, yaxshi yomoni bo'lmas. Muhimi, siz bundan ham eng yaxshisiga munosib ekanligingizni yana bir bor qalbdan e'tirof etmoqdamiz. 6-mart kuni Shayx Zayniddin jome masjidi majlislar zalida poytaxtimizda ma'rifat tarqatish yo'lida xizmat qilayotgan ayollar va otinoylar ishtirokidagi tadbir bo'lib o'tdi. Tadbir davomida Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov tomonidan diniy ma'rifiy sohada astoydil faoliyat yuritayotgan, jamiyat orasida sog'lom muhitni mustahkamlashga hissa qo'shayotgan 50 ga yaqin faol ayollar va otinoylar ehtirom bilan taqdirlandilar. Ularga tashkilotchilar tomonidan esdalik sovg'alari topshirildi. Ushbu e'tirof va ehtirom yig'ilganlarga o'zgacha quvonch va g'ayrat bag'ishladi. Tizimda xizmat faoliyatini olib borayotgan barcha otinoylar hamda ma'rifiy targ'ibotdagi faol xotin-qizlar Toshkent shahar vakilligiga va shahrimiz bosh imom xatibiga o'zlarining samimiy tashakkurlarini bildirdilar. Bayramda tashkil qilgan hurmatli mutasaddi rahbarlarimizga, Toshkent shahar bosh imom xatib Abduqahhor domlaga, vakillik jamoasiga o'zimiz minnatdorchiligimiz bildiramiz. Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domlaga, Toshkent shahar bosh otinoyi Zulayho xojonaga, barcha mutasaddi rahbarlarimizga biz otinoylarni chuqur minnatdorchiligimizni bildiraman. Biz otinoylar bu e'tiroflardan rag'batlanib, bundan keyin ham ishlarimizni davom ettirib, elimizni, yurtimizni, oilalarimizni tinchligiga o'zimizni hissamizni qo'shamiz. 18 fevral kuni yurtimizda ilk taroveh namozlari o'qildi. Tillarda zikr, qalbda halovat bilan ibodat mavsumi boshlandi. 30 kun davomida masjidlarimizda Qur'on va taroveh namozlari yuqori saviyada o'tdi.
Respublikamiz bo'ylab amalga oshirilgan xatmi Qur'on va jamoat bilan birgalikdagi duolar Ramazonning shukuhiga yanada fayz qo'shdi. Jumladan Toshkent shahridagi 137 ta masjidning 123 tasida bir vaqtning o'zida Allohning kalomi xatm qilindi. Ramazonning 27-kechasida barcha masjidlarda xatmi Qur'on tugatilib, yurt tinchligi, el farovonligini so'rab duolarga hamohang qo'l ochildi. O'sha kuni poytaxtimizdagi masjidlar yanada gavjum va fayzli bo'ldi. Bundan tashqari, Ramazon oyi davomida har kuni 30 kun taroveh namozlarida shahrimiz bo'ylab barcha ulamolarimiz tomonidan dolzarb mavzularda suhbatlar tashkil etildi. Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov ham Toshkent shahridagi masjidlardagi taroveh namozlarida o'z suhbatlari bilan ishtirok etdilar. Shuningdek, ulamolarning taroveh namozi vaqtidagi suhbatlarini to'g'ridan-to'g'ri onlayn kuzatish imkoniyati yurtdoshlarimizga taqdim etildi. Ramazon hayiti arafasida yana bir quvonchli voqea sodir bo'ldi. Toshkentning Qoq markazida ko'hna va boqiy Hastimom majmuasining yonida O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi ochildi. Mazkur majmuaning ochilishida davlatimiz rahbari ham ishtirok etdilar. Bu zamin me'morchilik obidasi, balki xalqimizning ma'naviy qudrati va ilm-fanga bo'lgan ehtiromining yuksak namunasidir. 8 yil davomida zargarona mehnat va ulkan mehr bilan bunyod etilgan bu majmua 10 gektarlik keng va muazzam hududni qamrab olgan. Ushbu maskanning har bir naqshida, har bir g'ishtida ajdodlarimizning boy merosi va kelajak avlodlarga bo'lgan ezgu tilaklar mujassam. Maqobatli gumbazlar ostida jamlangan nodir qo'lyozmalar, boy kutubxona va zamonaviy muzey ekspozitsiyalari bizni islom renessansining oltin davriga qaytaradi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 17-mart kuni ushbu muazzam maskanning rasmiy ochilishi hamda iftorlik marosimida ishtirok etdi. Tadbir avvalida Prezident Shavkat Mirziyoyev bu kun xalqimiz uchun yana bir tarixiy voqea, O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining rasmiy ochilish marosimi o'tkazilayotgan kun ekanini alohida ta'kidladi. Va O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi el yurtimiz va jahon ahliga hamisha beminnat xizmat qiladigan tinchlik, ezgulik, bilim va ma'rifat maydoni bo'lib qolishiga ishonch bildirdi. Iftorlik marosimida Qur'oni Karimdan tilovat qilindi. Muqaddas Ramazon oyida tutilayotgan ro'zalar, qilinayotgan ibodatlar qabul bo'lishi, yaratgan Parvardigor xalqimizni va vatanimizni o'z panohida asrashini so'rab duolar qilindi. Ushbu bayramona tadbirda bir qator olimlar va diniy soha xodimlari bilan birgalikda Toshkent shahar bosh imom xatibi ham ishtirok etdi. Mehribon Robbimizga cheksiz hamdlar aytamiz. Bugungi quvonchimiz, bugungi xursandchiligimiz haqiqatda ichimizga singgan. Har yili Ramazon o'zgacha yurtimizga ham tashrif buyuramiz, ammo bu yilgi Ramazon boshqa yillarga nisbatan juda ham ko'tarinki kayfiyatda o'tadi deb ishonch bilan ayta olamiz. Buning yorqin ifodasi o'laroq bugun tarixiy voqeaga barchamiz guvoh bo'lyapmiz. Shaxsan yurt rahbari, hurmatli prezidentimizning shaxsan o'zlari bilan butun respublikada o'tkazilayotgan bu iftorlik dasturxonida qanchadan qancha ahli ilm ulamolarimizni va ko'p yillar mana shu yurtga xizmat qilib kelayotgan ulug'larimizni ham ko'rib barcha birdek xursand bo'lyapti. Bu bizga nima beradi? Bu yerda nafaqat musulmonlar, balki 130 dan oshiq millat elat vakillarini ham bu yerda ko'rib hammamiz juda ham quvyapmiz. Bugungi tadbir shu narsani yana bir bor yodimizga soldiki, inson qadrini nechog'lik ulug' ekanligini, yangi O'zbekistonda inson qadri nechog'lik qadrlanayotgani, ulug' ekanligini bu Ramazonda his qilib turish, bu insoniyat uchun, bu dunyo uchun, dunyo xalqlari uchun katta namuna bo'ladi deb ishonch bilan aytishimiz mumkin. Bu xalqqa berilayotgan katta imkoniyat. On 9-mart kuni davlatimiz rahbari Samarqand viloyati Payariq tumanidagi qaytadan bunyod etilgan Imom Buxoriy majmuasiga tashrif buyurdilar. Albatta bu voqea Ramazon hayiti uchun yana bir tuhfa sifatida keng jamoatchilik quvonchiga sabab bo'ldi. Har bir davlat o'zini buyukligini tarixiy ashyolar bilan dunyoga namoyish etish kerak.
Davlat rahbari ziyoratgohning markazida joylashgan buyuk muhaddis Imom Buxoriy hazratlarining maqbarasini ziyorat qildilar. Qur'on tilovat etilib, duo o'qildi. Bu betakror ziyoratgohni Imom Buxoriy bobomizning olamshumul mavqeiga, yuksak maqomiga munosib darajada bunyod etishga muyassar bo'ldik. Mana shunday tabarruk maskan barchamizga muborak bo'lsin, dedi davlat rahbari. Bobomiz 10 yoshdan hadis ilmiga juda katta ehtiyoj bilan, juda katta bilimi bilan dunyoni lol qoldirgan 20 taga yaqin asarlari bugun ham musulmon ummatiga Qur'ondan keyin xazina. Ma'lumot uchun aytish joizki, majmuaning maydoni 45 gektarni tashkil etadi. 10 ming kishiga mo'ljallangan ulkan masjid, ma'muriyat binosi, 154 usulli milliy uslubdagi ayvon qurildi. Ushbu majmuaning ochilish tadbirlarida respublikaning barcha bosh imom xatiblari bilan birgalikda Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov ham bevosita qatnashdi. Ulug' ayyom Ramazon hayiti arafasida yurtimizda ma'naviy axloqiy muhitni mustahkamlash, xotin-qizlar orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va oilalar mustahkamligini ta'minlash yo'lida xizmat qilayotgan bir guruh soha vakillari davlatimizning yuksak mukofotlari bilan taqdirlandilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mahalla tizimi xodimlari kuni munosabati bilan bir guruh yurtdoshlarimizni mukofotlash to'g'risidagi farmoniga ko'ra, Toshkent shahar bosh imom xatibining xotin-qizlar masalalari bo'yicha yordamchisi, bosh otinoyisi Zulayxo Saatova 2 darajali sog'lom avlod uchun ordeni bilan mukofotlandilar. Ushbu yuksak mukofot bosh otinoyilarimizning ma'rifat tarqatish, ayollar orasidagi ijtimoiy ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish va yosh avlod tarbiyasiga qo'shayotgan beqiyos hissalarning munosib e'tirofidir. Mana biz mana shu bahor bayramida juda bir quvontiradigan qo'shaloq bayramlar bo'ldi. Mahalla tizimini nishonlash kuni munosabati bilan bizda ozgina bir kichkinagina xizmatimizni e'tirof qilib, hurmatli yurtboshimiz 2-darajali sog'lom avlod ordeni mukofoti bilan mukofotlandilar. Albatta bunda xizmatda mana diniy qo'mita, musulmonlar idorasi muftiy hazrat boshchiligida Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla nazorati ostida biz barcha otinoylarimizda qilgan ishlarni e'tirofi deb o'ylayman. Bizda ozgina bir kichkinagina xizmatimiz uchun yurtboshimiz bizni mana shu qilgan e'tiroflari uchun men albatta chin yurakdan o'zimda minnatdorchiligimni bildiraman. Bizga albatta yanada ishlashimizga, o'sha vatanimizni ravnoqi uchun, dinimizni sofligi uchun, yoshlarimizni kelajagi uchun yanada xizmat qilishga bizga bir yanada kuch-quvvat bo'ldi. Ramazon hayiti birdamlik va shukronalik bayramidir. Bu bayramni so'z bilan ta'riflashga til ojiz. Keling yaxshisi bu bayramning shukuhini lavhalar bilan tomosha qilamiz. Poytaxtimiz Toshkentning har bir masjidi, har bir mahallasi ushbu kunni o'zgacha bir sog'inch va ko'tarinkilik bilan kutib oldi. Minoralardan taralayotgan hayit azonlari tongimizni nurafshon etdi. Ilk sajdalardayoq 100 minglab hamshaharlarimizning bir safda yelkadosh bo'lib turishlari dinimizning qudrati va millatimizning jipsligini yana bir bor namoyon etdi. Ramazon hayiti kunida masjidlarimiz balki chinakam mehr-oqibat va saxovat markaziga aylandi. Yurtdoshlarimizning bir-birlariga bo'lgan samimiy tilaklari, nuroniy otaxonlarning duolari va bolajonlarning quvonchli kulgulari bayram fayziga fayz qo'shdi. Ramazon oyi davomida qilingan xayrli amallar, tutilgan ro'zalar va ado etilgan ibodatlarning go'zal yakuni bo'lgan bu kun shukronalik bayramidir. Tinchlik va omonlik qadr topgan yurtda hayit shukuhi yanada bardavom bo'lsin. Muborak Ramazon oyida amalga oshirilgan xayrli ishlar barcha ommaviy axborot vositalari hamda ijtimoiy tarmoqlarda ham keng ko'lamda yoritildi. Keling, mazkur jarayonlarni ham eslab o'tamiz. Bu yilgi targ'ibot ishlari o'z ko'lami va mazmuni bilan alohida ajralib turdi. Xususan, amalga oshirilgan ishlarning axboroti sifatida Toshkent shahar bosh imom xatibi mamlakatimiz yetakchi telekanallari O'zbekiston 24, Toshkent, Mening yurtim va Renessans TV orqali qilgan chiqishlari e'tirofga sazovordir. Ayniqsa, Hidoyat sari ko'rsatuvda yurtimizning buyuk ulamolari bilan o'tkazilgan ilmiy suhbatlar hamda Mening yurtim telekanallarida ibrat ko'rsatuvi orqali berilgan doimiy ma'ruzalar Ramazon oyining ma'naviy mazmunini yanada boyitdi.
Bosh imom xatib tomonidan bevosita xonadonlarga kirib, nuroniylar va ehtiyojmand oilalar holidan xabar olingani aks etgan ta'sirli lavhalar nafaqat televideniyalar ekranlarida, balki internet tarmog'ida ham katta aks sado berdi. Ramazon oyining go'zal yakuni sifatida telekanallar va ijtimoiy tarmoqlar orqali taqdim etilgan Toshkent shahar bosh imom xatibining Ramazon hayiti tabrigi xalqimizga chinakam bayram kayfiyatini ulashdi. Alloh subhanahu va taolo bu shukr qilishga arzigulik bo'lgan mana shu tinch, osoyishta mamlakatni, tinchligini, xotirjamligini Alloh taolo yanada ziyoda qilsin. Har birimizni qalbimizda shukronalik hissini jo'sh urishini Alloh muvaffaq aylasin. Aziz yurtdoshlar, yana bir bor hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov yaqinda Yevropaning yirik madaniy va siyosiy markazlari bo'lmish Parij, Fransiya, Vengriya va Vena, Avstriya shaharlarida xizmat safarida bo'ldilar. Ushbu tashrifdan ko'zlangan asosiy maqsad xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz bilan diniy ma'rifiy suhbatlar olib borish hamda davlatlararo diniy ma'rifiy aloqalarni mustahkamlashdan iborat bo'ldi. Safar davomida Abduqahhor domla ushbu mamlakatlardagi O'zbekistonning favqulodda va muxtor elchilari bilan uchrashdilar. Suhbat chog'ida yurtimizda diniy sohada amalga oshirilayotgan islohotlar va bag'rikenglik tamoyillari alohida e'tirof etildi. Elchixonalar vakillari va u yerdagi faol vatandoshlar bilan o'tkazilgan uchrashuvlar juda samimiy va do'stona ruhda o'tdi. Domla o'z ma'ruzalarida musofirlikda yurgan yurtdoshlarimizga ma'naviy dalda berib, milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash borasida qimmatli tavsiyalar berdilar. Parijning tarixiy obidalari, Vengriyaning madaniy merosi va Venaning ilm-fan markazlari bilan tanishuv jarayonida islom sivilizatsiyasining Yevropa madaniyatiga ko'rsatgan ijobiy ta'siri haqida fikr almashildi. Bu kabi safarlar nafaqat tajriba almashish, balki o'zbek xalqining boy ma'naviy dunyosini va dinimizning asl tinchlikparvar mohiyatini jahon ahliga yana bir bor ko'rsatish imkoniyatidir. Ramazon shunchaki taqvimdagi bir oy emas, u ko'ngillar tozalanadigan, mehr-oqibat zanjiri mustahkamlangan palla bo'ldi. Toshkent shahar vakilligi tomonidan amalga oshirilgan har bir xayrli ish, tarqatilgan har bir ko'mak bu xalqimizning birdamligi va davlatimizning o'z fuqarosiga bo'lgan cheksiz ehtiromining ifodasidir. Hurmatli yurtdoshlar, shu bilan Ramazon sarhisobiga bag'ishlangan filmimiz yakunlandi. Lekin bizning ezgulik va saxovat yo'lidagi sa'y-harakatlarimiz tugamaydi. Hurmatli prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, inson qadrini ulug'lash va ehtiyojmandlarga tirgak bo'lish bizning asosiy maqsadimiz bo'lib qolaveradi. Alloh taolo barchalarimizni mana shunday xayrli ishlarda bardavom qilsin. Xayr, omon bo'ling.